Assalomu alaykum hammaga. Bir o'ylab yurgan gaplarim bordi, shularni bir aytmoqchi edim, lekin bu gaplarni aytib, bunday gapirib mashq qilganim yo'q. Shuning uchun sirazi o'ylaganlarimni hozir aytishga harakat qilaman. Kamchiliklar bo'lsa uzr, endi chiroyli ovozim ham unday chiroyli emas. Masalan, ko'plar video oladi, masalan, zamburug'larni zaharsiz, zararlisi haqida ma'lumotlar berib o'tishi mumkin. O'sha odamlarni ko'plari bilar, balkim 100%, kimdir bilmay prosmotr uchun video qilishi mumkin, lekin bu juda ham katta xato. Inson o'zi 100% ishonch qilinmagan ma'lumotga unday qilib chiqarmagani yaxshi. Chunki men ham zamburug' chiqaraman, zamburug'lar haqida ma'lumot chiqaraman, chunki u zamburug'larni men o'zi iste'mol qilib, necha marta tajribadan o'tkazib, necha marta sinovdan o'tkazib, qancha odamdan so'rab, faqat telefondagi ma'lumotlarga ishonib qolmay, qancha odamlardan so'rab keyin ma'lumot qilyapman. Shular ichida masalan o'zim iste'mol qilaman, lekin uni nomini bilmayman rosti. Shunaqa zamburug'larim bor, agar videolarimni ko'rgan bo'lsangizlar, shunaqa zamburug'larim bor. Agar men yana bir narsa, men chiqarayotgan videolarda zaharsiz deyman bir xil zamburug'larni, lekin o'shalarga o'sha zamburug'lar bo'lishi mumkin rosti. Lekin farqi bor, yaxshilab qarasangizlar. Masalan, shampinyonni zaharsiz u zaharlisini nasib qilsa hozir avval ham aytganman, video qilib chiqaraman deb, lekin topa olmayapman o'sha shampinyonni. Rasmini topdim, nasib qilsa qo'yib video qilib chiqaraman. O'shanaqa o'xshash zamburug'lar bo'lishi mumkin. Masalan, o'xshashini iste'mol qilib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun qo'ygan videolarimga yaxshilab e'tibor bering, iltimos sizlardan. Yaxshilab e'tibor bering. Qayeri qanaqa? Masalan, bittasini halqasi bor, bittasiniki yo'q bo'lishi mumkin. Bittasi sariqroq, bittasi to'g'riroq bo'lishi mumkin. Shu narsalarga iltimos e'tibor qilingizlar. Chunki har bir inson, faqat men emas, har bir inson o'tdimi, zamburug'lar haqidami yoki dorilar haqida ma'lumot berayotganda kimdir uzrku 100% masalan o'sha ko'rib, bilib, surishtirib ma'lumot beradi kimdir. Unday qilmasligi mumkin prosmotr uchun. Bu bilan shuni aytmoqchimanki, bu zamburug'lar yoki shunga o'xshash narsalar haqida video chiqarmoqchi bo'lsangizlar, iltimos yaxshilab orqasini surishtirib, o'zingiz sinovdan o'tkazib, boshqa narsa qilib, ishonchingiz 100% amin bo'lgandan so'ng iste'mol qiling yoki o'shani birovga tavsiya qilishingizni tavsiya qilaman rosti. Chunki buning ichida, bu narsani o'rtasida insonlarning hayoti turibdi, rostini aytsam. Yana bir narsa, o'sha zaharsiz degan zamburug'larim kimningdir allergiyasi bo'lishi mumkin. Chunki men aytib o'tgan zamburug'lar ichida zaharsiz bo'lganidan o'sha zamburug'ga kimlarning allergiyasi bo'lishi mumkin. Shularga ham e'tibor beringizlar, iltimos sizlardan. O'zimizda ham masalan Rossiyada juda ko'p yeb bo'ladigan zamburug' turlari, anulari chiqadi. O'zimizda ham bor, prosta har bir viloyatda har xil menimcha. Masalan, Toshkent viloyatida, Navoiy viloyatida chiqmaydigan juda ko'p zamburug'lar chiqar ekan. Rosti, akalarim video tashlaganda shunaqa narsalar ham bo'lar ekan. Bu videoda maqsadim shuki, ehtiyot bo'lingizlar rosti. Ko'zlaringizga qarangizlar. Agar 100% ishonchingiz komil bo'lmasa, masalan, qandaydir shubhangiz bo'lsa, rosti shu shubhangiz bo'lgan narsani tanovul qilmaganlaringiz yaxshi. Ochig'ini aytaman. Men ham masalan video chiqarayotganimda avval aytganimdek, qayta sinovdan o'tkazib, o'zim tanovul qilib, rosti shunaqa video chiqaryapman. O'zim ham juda ham qo'rqaman chunki. Ehtiyot bo'lingizlar. Mayli, rahmat. Yoqqan bo'lsa like, obuna bosib qo'yingizlar.